Yine induklarımız Bağdat'a geldik. Açtmaka. Induklarımız holati yaxshi. Hammasi sog'lom, yana tumshuqlari kesilgan. Bugun 20 kun bo'libdi. Xudo xolasa ertang tongda chiqamiz. Xudo xolasa 30-aprel 21 kunlik, Xorazmga borincha 22 kunlik bo'lib boradi bu. Bemalol zakaz ko'raverasizlar. Bronzalar ham büyük oltilarimiz ham yana holati yaxshi. Mana bronzalar. Jo'jalarning holatlari. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Maxsus veterinar doktorning o'zi parvarishlagan jo'jalari. Bemalol suyaz qilaverasiz.